Bu voqeani aytishga hali ham uyalaman. Lekin yuragimdagi bu og'riqni biror kim bilishi kerak. Ismim Nilufar. 24 yoshdaman. Hozir esa sizga taqiqlangan, lekin yuragimda urgan ehtiros haqida gapirmoqchiman. Hamma narsa oddiy boshlangan. Ammani uyida bir necha haftaga mehmon bo'ldim. Ular togam bilan birga yashashardi. Fazliddin aka 38 yoshda. Hamma uni jiddiy, aqlli, kamgap odam deb bilardi. Men ham shunday deb o'ylardim boshida. Lekin bir kuni, o'sha kuni uyda hech kim yo'q edi. Men oshxonada choy damlab yurgandim. Orqamdan bir nigohni his qildim. Orqaga o'girdim. Fazliddin aka indamay qarab turardi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning nigohi men ilgari hech ko'rmagancha iliq, qiziq va begona edi. Men yuragimni tez ura boshlaganini his qildim. Bu holatdan o'zim ham cho'chib ketdim. Hamma ketibdi, dedi u past ovozda. Sen yolg'izmisan? Men bosh irgadim. Ko'zlarimiz yana to'qnashdi. Men boshimni egdim, lekin yuragim titray boshlagandi. U menga hech narsa demadi. Lekin u ko'zlar qattiqroq gap qilardi. Ertasi kuni men kutganimdan ham ko'proq narsani his qildim. U ataylab meni yolg'iz kutdi. Faqat so'zsiz. So'zlardan ko'ra sukunat va ko'zlar ko'proq gapirardi. Bu narsa noto'g'riligini bilardim. U meni ammamning eri edi. Men esa faqat mehmon edim. Lekin yuragim bunga quloq solmasdi. Har gal uni ko'rsam, ichimda nimadir qizib ketardi. Uning harakatlari sokin edi, lekin yurakni qitiqlovchi. Bir kuni kechqurun svet ochib qoldi. Uy qorong'uda qoldi. Hammalar uxlardi. Men zalga chiqib sham izlayotgandim. Orqamdan qadam tovushlari eshitildi. U edi. Uzoq jimlikdan so'ng u shunchaki dedi: "Sen ham his qilyapsan, to'g'rimi?" Men javob bera olmadim. Faqat yuragim urayotganini his qildim. O'sha daqiqada nima bo'lganini so'z bilan ayta olmayman. Hech qanday tanaga tegish, ochiq so'zlar yo'q edi. Faqat yuraklar bir-biriga yaqinlashgan edi. O'sha qorong'i tun men o'zimni tutishga harakat qildim. Yuragim ota bezovta, fikrlarim chalkash, nafasim qizishib ketgandi. U esa atigi 2 qadam narida edi. "Nega jim?" dedi u shivirlab. "Chunki bu noto'g'ri", dedim men, lekin tovushim juda zaif chiqdi. U menga yaqinlashmadi. Faqat tik qarab turdi. Nigohi orqali yuragimni oqayotgandek edi. Shunda u asta orqasiga qaytdi, lekin ketayotib bir gapni tashlab ketdi. Yurak noto'g'ri narsani his qilmaydi. Ong ha, lekin yurak yo'lni biladi. Men kechasi to yotgunimcha o'sha so'zlarni o'yladim. O'zimni aybdor his qilardim. Ammo yuragim har gal uni ko'rganimda boshqacha urardi. Ertasi kuni uni ko'rganimda esa men ko'zimni yashirmadim. U ham yashirmadi. O'rtamizda hech qanday ochiqcha so'zlar bo'lmagan, hech qanday jismoniy yaqinlik bo'lmagan, lekin har bir qarash, har bir jimlik bu tuygudan kuchli edi. Hamma narsa ko'zlarda edi. U meni qo'li bilan ushlamadi. Ammo so'zlari yuragimni ushlab turardi. Bir kuni ammam meni yoniga chaqirdi. U kulib turardi, ammo nigohi jiddiy edi. "Nilufar", dedi u, "sen yosh qizsan. Ko'ngling oynoqi bo'lishi mumkin. Ammo esingda bo'lsin, erkaklar har doim ko'proq kuchli ko'rinadi, ayniqsa yaqin bo'lib qolganlarda." Men hushyor tortdim. U menga ishonar edi. U menga mehr bilan qarar edi. Men esa yuragimni unga qarshi qo'yib qo'ygandim. Bu og'riqli edi. Shundan keyin men Fazliddin akadan uzoqlashishga harakat qildim. Biroq u har safar sokin nigohi bilan qaraganda, yuragim yana o'sha joyga qaytar, yana urar, yana qizishar edi. Va men o'zimga savol bera boshladim: bu tuygu vaqtinchalikmi yoki aslida yuragim ko'p yildan beri sog'ingan narsa bo'lsa-chi? Yurak aybni bilmaydi, faqat his qiladi. Siz hech sevgidan qochganmisiz? Yoki yuragingizga bo'ysunganmisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.